Assalomu alaykum, hörmətli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men İftixar Abdurashid. Hörmətli ko'rurmanlar. Tövəndə diqqətinglar kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. Yevropa Kengeshi yaqında Lüksemburgda chaqirgan a'zo davlatlar tashqi ishlar ministrlarining yig'inida Yevropa ittifoqining 2019-yildan beri yo'l qo'yib kelgan Xitoyning atalmish Uyg'ur avtonom rayonidagi Chuhaylun, Wang Junjing, Wang Mingshan, Chenmingo va Xinjiang ishlab chiqarish qurilish punktlarining o'z ichiga olgan 4 amaldori va bir davlat apparatiga qartilgan embargoni kelar yili 12 oyga qadar uzartishni qaror qilgan. Yevropa Kengeshi ministrlar yig'inining qarorida ko'rsatilishicha, jazo tadbirlarining qayta uzartilishiga Sharq Turkistonning vaziyatida hech qanday yaxshilanish bo'lmaganligi turtki bo'lgan. Yevropa Kengeshi Yevropa parlament a'zolari jazolash tizimlikidagi Uyg'urlarga qarta insoniyat qarshi jinoyati va yoshirin irqiy qirg'inchilik xavfini sodir qilishda javobgarlik bor Xitoy amaldorlarining sonini ko'paytirishni talab qilayotgan bir vaqtda embargoni qayta uzartgan. Yevropa komissiyasining muavin prezidenti Tashqi ishlar va bexatarlik oliy komissari Josef Borrell yaqinda o'tkazilgan Yevropa ittifoqi va ommaviy tashkilotlarning kishilik huquq munbiri yig'inida nutq so'zlaganda Yevropa ittifoqining embargoni qayta uzartish qarorini muayyanlashtirgan. Josef Borrell hozir o'zlarining yer shari kishilik huquq jazo nizomi borligi va bu qonuniy qurolni javobgarlarga qarta ishlatayotganligini bildirib, Xinjiangdagi Uyg'urlarga qarta ilib berilgan keng ko'lamli tutqun va bostirishda javobgarlik bor Xitoy shaxslarga va apparatlarga qartilgan jazoni uzartdik. Biz barliq siyosiy iqtidorimiz yoki kanallarimizni ishiltib, kishilik huquq dafsanchiligiga diqqat berishni, javobgarlikni surishtirishni olg'a surdik. Bu kishilik huquq kengashidagi xizmatimiz orqali namoyon bo'ldi. Bu yerda menga ishoninglarki, Yevropa ittifoqi biz to'xtovsiz ham kuchli qarorlarni elish uchun harakat qilmoqdamiz degan. Josef Borrell so'zda konkret qanday kuchli qarorlarni elish uchun harakat qilayotganligini aytmagan bo'lsa-mu, lekin Yevropa ittifoqining kishilik huquq alaydi vakili Emin Gilmor kishilik huquq javobgarlarining endi o'zini hargiz erkin his qila olmaydiganligini aytgan. Emin Gilmor yig'inda qilgan so'zida Xitoy amaldorlarining ismini tilga olmagan bo'lsa-mu, lekin u bu xil shaxslarning endi xalqaro aerodromlarda qo'lga ilinganligini va xavfsiz yurolmaydiganligini bildirgan. Emin Gilmor mundaq degan: Bularning hammasi bu yangi davr urush jinoyatini yushirishning, qabihlikni yushirishning texmi qiyin bo'lganligi, kishilik huquq va xalqaro insonparvarlik qonuniga xilof dalillarni yo'qitishining texmi qiyin bo'lganligini bildirdi. Bugungi dunyoning har qanday joyida qabihlik sodir qiluvchilar, uning yetakchilik qilgan qo'mondonlar yoki buyruq bergan siyosiy rahbarlar o'zini endi hargiz erkin his qilib yurolmaydi. Ular o'zining jinoyatini mangu o'z bilan birga ilib yuriydi. Xalqaro aerodromlarda xalqaro jinoiy ishlar sotining tutish buyruqi, alayda sot yoki universal huquq yurgizadigan yakki davlatlarning qo'liga ilish xavfsiz yashay olmaydi. Yevropa ittifoqi Xitoy amaldoriga qarta jazoni uzartgan. Shundaqla yaqinda majburiy emgak mahsulotlarini cheklash planini o'ttirib qo'ygan bo'lsa-mu, lekin Yevropa parlamenti a'zolarining qarashicha bu 6-yilga qadam qo'ygan Sharq Turkistondagi dafsanchilikka xotim berish uchun yetarlik emas. Yevropa parlamentining Germaniyalik parlament a'zosi Engin Eroğlu yig'inda qilgan so'zida Xitoyga aniq ogohlantirish berishning vaqti kelganligini aytgan. Engin Eroğlu mundaq deydi: Xitoydagi qabih kishilik huquq dafsanchiliklarini mayli Tibetda bo'lsin, mayli Hong Kongda bo'lsin yoki Xinjiangda Uyg'urlarga qarta sodir qilinayotgan qo'rqinchli jinoyatlarda bo'lsin, sanab o'tishga soatlar ketadi. Biz ko'rmasga selinsa nimalarning bo'lganligini Ukrainada ko'rdik. Xitoydagi bu yerginishlik kishilik huquq dafsanchiligiga yaqindan diqqat qilish va aniq ogohlantirish berib, to'g'ri yo'lni ko'rsatish bizning vazifamiz. Engin Eroğluning ko'rsatishicha, Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsanchiligi Uyg'urlarni sistemlik yo'qotishni o'z ichiga olgan bo'lib, Yevropa ittifoqi barliq vositalarni qo'llanib, tez orada Xitoyga tayinishdan qutulish kerak ekan. Engin Eroğlu Xitoy kuchini suiiste'mol qilmoqda. Tashqi tahdid bo'lmasa-mu qo'ralanyotdi. Xalqaro qonunlarga amal qilmayotdi. Oxiri Yevropa ittifoqida maxfiy saqchi punktlarini qurib chiqdi. Shu sababli men Yevropa komissiyasining qo'lidan kelgan barliq choralarni qo'llanishga, Yevropa kengashi bilan hamkorlashib Xitoy diktatorligiga tayinishdan qanchalik tez bo'lsa, shunchalik tez qutulishga chaqiraman. Bu bizning o'rtaq nishonimiz bo'lishi kerak degan. Lekin Yevropadagi kishilik huquq tashkilotlarining qarashicha, Yevropa ittifoqining jazoni uzartishi yaxshi yuzlanish bo'lsa-mu, biroq Uyg'ur krizisining ko'lami va og'irlik darajasini olganda bu yetarli emas. Washingtondagi Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Roshan Abbas Isroiliya davlat bexatarligi strategiya tadqiqot markazida Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoiy qilmishlarini tonishtirganda, İsrailiyalik xodimlar Uyg'urlarning qismatlari bilan Yahudiylarning qismatlarining o'xshash ekanligini aytishgan. Roshan Abbas xonimning Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limiga bildirishicha, bu suhbatlar 17 va 18 dekabrda o'tkazilgan. U bu vaqtda mundaq dedi: Biz Isroiliyaning davlat arboblari bilan ko'rishdik.
Yepiq söhbət və yepiq uçurishlarni o'tkazdik. İsrailiyaning bir qancha nopuzluq matbuotining ziyoratini qabul qildik. Bir qancha oliy maktabda doklad berdik. Eng diqqatimizni tortgan söhbət bo'lsa, İsrailiya davlat bexatarlik tadqiqot markazida bo'ldi. Bu yerda Uyg'urlarning hozirgi vaziyatini suratlar, sin ko'rinishlar orqali o'ttirib qo'yganimizda, mazkur organning mudiri chiroylari tatargan holda, bular tarixda bizning beshimizga kelgan. Biz Yahudiylar tarixda beshida o'tkazganlarni sizlarning beshinglarni o'tkazitibsizlar. Sizlar uchrayotganlar bizga bekli tonishliq. Yahudi qirg'inchiligi bilan o'xshash, hech qanday farqi yo'q ekan dedi. Yana bir yaşangan kishi, sizlar umidinglarni yo'qotmanglar, bizmi umidimizni yo'qotmag'achqa davlatimizni qurdik. Hargiz umidsizlanmanglar, ko'rishinglarni davomlashtiringlar dedi. Biz buni anglab bekli ta'sirlandik. Roshan Abbas va Uyg'ur tadqiqot markazi mudiri Abdulhakim Idrislar Amerika Tashqi ishlar ministrligining o'rinlashtirishi va Amerikaning Isroiliyadagi elchixonasining sohibxonlik qilishi bilan 15-20 dekabr kunlari Tel Aviv, Yerusalim qatorliq shaharlarda bir qator faoliyatlarni olib borgan bo'lib, ularning Isroiliyadagi tunji faoliyati Amerikaning Tel Avivda turishliq elchixonasida o'tkazilgan. Isroiliyada o'tkazilgan faoliyatlarda ularning Xitoy doiralarining Uyg'urlar qaratgan insoniyat qarshi jinoyatlari haqidagi ma'lumotlari doklad anglashga ishtirok qilgan oliy maktab o'quvchilari, kishilik huquq faoliyatchilari, hukumat xodimlari va boshqalar orasida kuchli ta'sir qo'zg'agan. Roshan Abbas xonimning bildirishicha, 17 dekabr kuni Yerusalimdagi bir kinoxonada Hadamni izlab nomli hujjatli film ko'rsatilgan bo'lib, buni ko'rgan kishilar Xitoyning Uyg'urlar qarta elib berayotgan ziyonkashligining chekiga yetganligini ta'kidlashgan. Mazkur film Roshan Abbasning Xitoy doiralari tomonidan turmaga mahkum qilingan begunoh hadisi Gulshan Abbas va Uyg'urlarning navbatdagi ahvoli haqida ishlangan edi. Faoliyatlar qatnashgan Abdulhakim Idris apandi İsrailiyaning bo'lsa Uyg'urlarning irqiy qirg'inchilik uchrash masalasini tonishtirgan faoliyat bo'lib boqmagan davlat ekanligini, garchi kishilar matbuotlar orqali Uyg'urlarning navbatdagi vaziyatidan xabardor bo'lsa-mu, ammo irqiy qirg'inchilikning tafsilotini yaxshi bilmaydiganligini, bu jihatdan ilib aytganda o'zlarining bu qitimqi Isroiliyadagi faoliyatlarining bu ahvollarini tonishtirishda muvaffaqiyatli bo'lganligini bayon qildi. Uyg'urlarning navbatdagi irqiy qirg'inchilikni o'z ichiga olgan turli masalalarni O'rta Sharq mamlakatlarida tonishtirish maqsadida safarga otlangan Uyg'ur harakati tashkilotining mudiri Roshan Abbas qatorliqlar 12 dekabrdan 15 dekabrgacha Iordaniyaning poytaxti Ammonda bir qator faoliyatlarni olib borgan. Ular bu joydagi faoliyatlari tamomlangandan keyin Isroiliyaga yetib kelgan edi. Xi Jinping hökumətinin bu yıl 5 aydan köp davamlaşqan yuqumni nölgə düşürüş qamal siyasəti toluq məğlub bolğandan keyin toluq içitiş siyasətini yolu qoyuşqa məcbur bolğan idi. Amma bu siyasətni yolu qoyub uzun ötməy Beijing qatarlıq şəhərlərdə yuqumdarlar biraqla köpəyib, kəsəllərə dora və karvat yetişməslik əhvalı görülgən. Yuqumdarlarning o'lish nisbati shiddat bilan o'rlagan. Xitoyning ijtimoiy aloqa torlarida bu hodisa COVID yuqumi dengiz toshqini deb atalgan va 60 yoshdan oshgan yuqumdarlarning davolanolmay o'layotganligi, o'lganlarni ko'ydirishga navbat tegmayotganligi haqida uchurlar tarqalgan. Taratqularda chiqayotgan xabarlarda tahlil qilinishicha, Xitoy hukumatı aslida iqtisodni qutuldirish uchun qamal siyosatini amaldan qoldirgan bo'lsa-mu, yangi COVID krizisiga yo'liqqan. Ya'ni Xitoy hukumatı iqtisodiy xizmat yig'ini ichayotgan kunlarda Beijingda odamlar COVIDdan o'lishga boshlagan. Xitoyda hozir eg'irlashayotgan yuqum ofati 2020 yili yuqum yomg'irgan Wuhanning qo'rqinchli ahvoliga o'xshab ketadigan bo'lib, Xitoy hukumatining qamal qilsa baroqli qamal qilib, bo'shasa baroqlan bo'shatishi va buning hech qanday oldin tayyorlik qilmasligi ofat xarakterlik oqibat keltirib chiqargan. Xitoydan tarqalayotgan ijtimoiy aloqa vositalaridagi uchurlardan qaraganda, nurg'un joylarda ilgari do'konlarda yemak-ichmak qurtilish ko'rilgandek, bu navbat qisqa vaqt ichida dorixonalarda bo'lsa qizitma qaytirish dorisi, yo'tal va boshqa zukam dorilari quritilgan. Hatto ijtimoiy aloqa uchurlarida maska va dorilarning bahosi nechasi o'rlab qolmasdan, balki bularning butkul Xitoydagi dorixonalarda qislig'i kelib chiqqanligi, hatto qurib ketganligi xabar qilinmoqda. Washington Pochtasi gazeti yaqinda Xitoydagi yangi COVID ofati dunyoviy ofatga aylanishi mumkin nomli bir xabar e'lon qilgan bo'lib, navbat qayerlarga bekrak hujum qildigan bu virusning shakl o'zgartib tez surat yamraydigan ajallik virusga aylanish ehtimoli bor ekan. Shundaqla bu virus Beijingdan boshqa shaharlarga, hatto chet ellarga yamrab 3 yil burungi COVID ofatini qayta paydo qilish mumkin ekan. Xabarda bildirilishicha, mutaxassislar Beijing qatorliq shaharlarda o'layotganlarning soniga asosan kelar yilning 5-gacha Xitoyda 1 million, hatto uningdanmi ortiq odamning o'ldiganligini mo'ljallagan. Xitoy hukumati garchi qayerlarga vaksina urish planini jakarlagan bo'lsa-mu, uni ijro qilish yoki qilmaslikda bir qarorga kelolmagan. Xitoy hukumatining vaksina import qilishni rad qilib, o'z vaksinani ishiltishi va uning unum bermasligi Xitoydagi o'lim nisbatini texim ig'irlashtirdi ekan. Xitoydagi bu yuqum ofati mush suratda davomlashsa, Xitoyning iqtisodini texim ig'ir zarbaga uchirtdi ekan. Eng xatarli yeri dunyomi bu ofatning ziyniga uchraydi ekan.
Amerikanın Uyghur mecburi əmkinin aldın iliş qanuni bu yıl 6-cı aydan başlap icra qılınğandan keyin Xitaydan Amerikaga eksport qılınğan mallar, bo'lib Uyghur mecburi əmkiga yetishli mallarning eksport miqdori ko'rinarli tövəlligan. Janubiy Xitoy Atganlik pochtasi gazetining 21 dekabr kuni xabar qilishicha, Xitoy tamojnisi e'lon qilgan sonliq ma'lumotlarga asoslanganda, Sharq Turkiston korxonalari 11 oyda Amerikaga eksport qilgan mallarning qiymati 16 million 840 ming dollar atrofida bo'lib, o'tgan yil 11 oyga qaraganda 64% tövəlligan. Sharq Turkistondan chiqadigan paxta Xitoydagi paxtaning 90% ni egallaydigan bo'lib, Xitoydan Amerikaga eksport qilingan mallar ichida kiyim-kechak asosli o'rinda turib kelgan. Ammo 11 oyda eksport qilingan kiyim-kechak biroqli tövəllab 2017 yildan bu yanqi eng tövan holatga tushib qolgan. 11 oyda Amerikaga chiqarilgan mallar ichida kiyim-kechak 3% ga yetmagan. Ammo mashina saymonlari, uy jihozlari, karvat buyumlari qatorliqlar ko'p nisbatni egallagan. Xabarda ko'rsatilishicha, Covid sababidan Xitoyning iqtisodi og'ir darajada chekingan bo'lib, Amerikaga mal eksport qilish miqdori o'tgan 4 oyda davomli tushgan. 11 oydagi mal eksport miqdori o'tgan yilga qaraganda 25% tövəlligan. Xitoyning G'arbning keng ko'lamlik echish strategiyasining keyin elib berilgan G'arbning gezini sharqqa yetkazish qurilishi 20 yil o'tgan bugungi kunda asildagi bir liniyadan 4 liniyaga kengaygan. Xitoycha Tangirtog to'rining 21 dekabr e'lon qilgan maqolasidagi ma'lumotlar qaraganda, G'arbning gezini sharqqa yetkazish qurilishi 2002 yil 7 oyda rasmiy boshlangan bo'lib, 2004 yil 10 oyning 1 kuni ishga kirishtirilgan. Bu gaz turbisi G'arbda Tarim oymonligidan boshlanib, sharqda Shanxaygacha tutashtirilgan bo'lib, 9 o'lka va shahardan o'tadi ekan. Umumiy uzunligi 4200 kilometr keldi ekan. Keyingi yillarda Xitoy hukumati G'arbning gezini sharqqa yetkazish uchun yana 3 liniyani ko'paytgan. Bu 3 liniyani gaz bilan ta'minlaydigan manbalar Tarim oymonligidan boshqa yana Qinxay Saydam oymonligi, Sichuan oymonligi, chet ellardan Turkmaniston, O'zbekiston, Qozog'iston qatorliq joylar ekan. Holbuki, eng asosiy tabiiy gaz manbasi yanada Tarim oymonligi bo'lib, bu yil 12 ayning 5-ida Tarim oymonligidan kunlik gaz ishlab chiqarish miqdori 100 million kub metrdan eshib ketgan. Maqolada ko'rsatilishicha, Xitoyning o'tir tuzlanlik va Sharqi dengiz bo'ylaridagi o'lkalarda yashaydigan 500 million Xitoy fuqarosi G'arbdan to'shilgan tabiiy gazdan eng ko'p bahramand bo'lgan. Chunki bu rayonlarda ko'mirdan bulg'anish zo'r darajada azaygan. Ko'rinib turibdiki, Xitoy hukumati Sharq Turkistonning tabiiy gazini 20 yil ilib, uningdanmi ehtiyojini qondira olmay 4 liniya bo'yicha ishkiri Xitoyga tabiiy gaz mangdirgan. Ishkiri Xitoy o'lkalari pokiz energiyadan bahramand bo'lgan. Ammo Sharq Turkiston Xitoy bo'yicha ekologiyalik muhiti buzilgan va havosi eng bulg'angan rayonga aylangan. Aziz ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kundalik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishaylik. Aman bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.